Yo, bro, sizlar bilan Taftinjon. Bugun biz Horror Vijvanya ikkinchi qismini olamiz. Ha, aytgancha YouTube'da ancha vaqt bo'lmagani sababini Telegram kanalidan ko'rib olasizlar. Ismini Taftinjon kanali deb yozsanglar chiqadi. Ha, yana bu safar horror negerlarning yangichalari bo'ladi, yangi bo'ladi. Chunki o'tgan safargi merim yo'q bo'lib ketdi. Shuning uchun ishqilib unda bo'lsa ketdi. Shuna horror narsalar bo'ladi. Ishqilib daraxt chopamiz. Tosh asboblarga o'tishni afzal ko'raman. Tezroq tosh asboblarga o'tsam mayli edi. Toshli asboblarga ham o'tsak bo'laveradi. Yana buni tashlab yuboramiz. Uydi. Nabuk. Uydi. Ani urg'ochi. What the fuck? Buttani o'ldirdimi? Wow. Hali XP ham to'plaganim yo'q. Buni o'ldirsam balki berar. Temir berdimi? What the fuck? Temir. Qo'ylardan temir bersa. Unda mollardan olmos bersa-ya, mollar. Unda bundan ko'proq olish kerak. Temir ganamga o'xshab tushamikan, o'g'li. To'rtta temir berdi. What the fuck? Buncha temir biz hozir kirga ham yasaveramiz bemalol. Shit ham yasaveramiz ekan. Yana kelyapti, yana. Buni o'ldirish kerak. Shuni 1 XP berdi. 1 XP dan ko'proq. Kelyapti. Shit bilan to'sa bo'larmikan? Yana qalqon bilan. O'l tezroq. Voy. What the fuck? Aytgancha bu bir tomondan yomon. Chunki biz ovqat qayerdan topamiz? Moldan almashsa agar g'alatiroq bo'lardi sal. Bu modni mening Telegram kanalimdan topishingiz mumkin. Tezroq ovqat to'plab turib ketish kerak. Temir qirqqa ham yasab oldim. O'ldi. Uncha temir to'plash oson. Yotoqda ham o'ylashimiz kerak. Yotoqda ham o'ylashimiz kerak. Ma, senlarga. Ma. What the fuck? Balki yana o'larman. Balki. Tun tushyapti. Tez bo'ldimi deyman. Voy, ana. Chikirurmalaring. Hozir haqiqiy PvP sivilizatsiya. Bitiruldi haha. Zombilarim bor. Creeper. Hattoki Creeper'ni men ko'rmadim. What the fuck? Yo'qol. Flint. Cho'nim kam qo'ygandan ham kelasanmi? Yo'qol. Zombimi mana? Zombimi? What the fuck? Chirigan go'sht bo'lsa ham mayli edi.
Chiragan go'sht shunisi yomondan zaharlaydi. O'ldirib ko'rayim, jon kamda. Qana yuribdi bu. Vuy. Bir yarda jon qoldi. Birorta maxluqni gazini qo'yib qo'y. O'laman, qani. Skelet. Daraja, qilich. Qo'chirdim. Creeper kelyapti. Portla. Yo'q, portlama. Skeletga bosing, skelet. Portlama. Uy, zombi. Hozir o'laman. Albatta o'laman. Shuncha jonim qoldi. Shit ham yo'q. Shit. Bo'lmaydilarda. Yo'q. Ha, oldim. Tezroq. Ketaman. Tezroq bor bo'la. Endi o'q narsa ham bor nimani hattoki bilmayman ham. Unayn baby zombie. Twitter'dagi narsalar. Kirkani yoyishim kerak. Nima u? Bugmi? Eta bug. Rahmat, lekin hozir bu xavflidir balki. Xavfli. Ko'rishim kerak. Tavakkal qilmasam bo'lmaydi. Yo'q, qo'rqyapman. Herobrine! What the fuck? Herobrine'ni ko'rmab. Herobrine'ligini bilmabman. Bittada yoyib qo'ydi. Endi oldiga bor narsalarni unutsam hamma beradi. Creeper. Borgunimcha yana o'lmasam bo'ldi. Herobrine modini qo'shmadim. Lekin qoch. Voy, o'ldim. Menda yana bir bola bor. Haydi, vahim qiyin bo'lyapti. Qoch, qani. Herobrine'ga bola bormoqda. Bitta narsalar bo'li. Herobrine. Uy, tuttu jonim qoldi. Qanun. Narsalar hammasini olishga ulgurdimmi? Balki, ha. Ovqat ham yo'q. Endi, ismi keldismi? Veliler bu. Uni qo'yib o'ldiraychi bo'lsa temir bera. Balki o'lib qolarman. Moldan balki tushar. Men ovqat, ana mol. Mol ham jonni ketkazadi lekin. Qanday o'ldiraman? Oddiymi? Oddiy emas. Veliler pasida. Qanday o'ldiraman buni? Men uchun emas. O'lganim ham esim yo'q. O'ylaylar zombi ekan eng qizig'i. Qochirdim. Vaqtroq nima braniya yasash kerak edi. Ular ko'p o'ylaylarlar. 3-4 bormayapti. Qulama. Mashlarda shaxta bor edi. Bag'da emas. Manaqda ekan. Men mashaqda o'ldim menimcha.
Creeper. Creeper portlagan joyda bola bormi menga? Yo'q, bu yerda emas. Qayerda o'ldim men? Vereler qochirdim. Yo'q, menga bas buni o'ldirish. Narsalarim, XP'larim ketib bo'ldi. Menimcha. Mana. Topdim. Ha, Xudoga shukr. Molda go'sht tushdi. Menimcha maxluqli moldan so'rar ekan. Hozircha temir bilan muammo bo'lmaydi. Ovqat bilan bo'lishi mumkin. Demak, molni o'ldirish kerak. Faqat velaylar kelmasdan oldin. Shit. Balonni shunaqa deyapti. Men qizig'i. Bitta ovqat pishirib olay. Daraxt chopib yugurishim kerak. Quyerdagi qishloqlardan kelgan bo'lishi mumkin. Balki qishloqlar shunga aylanib qolar. Temir yaxshi. Temir bilan yaqin orada menimcha muammo bo'lmaydi. Chunki qo'ylardan temir tushadi. Mazza. Oldimmi? Tosh qo'yli olaylik. Yerda nima ham bor ekan? Shaxta tushish hozircha eng xavfli narsa menimcha shaxta. Hattoki ko'chada shuncha marta ko'rdim, shaxtada bilmadim. Yo'q, shaxtani emas. Toshli joyda nima qilishim kerakdir. Molni o'ldirib olaylik. Ana tushdi. Yerda yana mol bor ekan. Birinchisida quvlaylik, keyingisida yaxshi. Hozirchalik bu molni go'shtlarini pishirish kerak deb o'ylayman. Tosh qo'ylasam bo'ladi. Endi qurgani joy topsam ham bas. O'zgina temir bani qochirdim. Jidal. Savdogar ekan. Herobrine bak bo'lib qopti. Herobrine ham bor ekan. Yaxshi joy topib birorta soqirroq joydan braniya savorsa ham bo'lar balki. Lavran boshqa emasam nimaga endi temir olsam ekan. Yine normalniy joy topsam bas. Lava lekin menga hozirchalik kerak emas. Shunga sakra olaman. Hozirni yoqtirib anaka blok qo'yib anita sindirsam suvga tushaman. Qani? Qishloq tirsak bo'ldi. Qishloqmi? Yo'q, yaxshiroq joy. Jonigam qopti. Jonni to'ldirib olaylik. Bolalar, videomiz shu joyda tugaydi. Men ancha vaqt ketib buncha ishlar qildim. Men keyingi qismlar chiqishi uchun men obunachimni 200 ta bo'lgandan keyin keyingi qismni chiqarmoqchiman. Shuning uchun obunani bosib qo'ysanglar bo'ldi. Keyingi qism chiqar. Yana aytgancha, keyingi qismni yangi modlar qo'shishim mumkin. Faqat keyingi qismni chiqishini xohlasanglar. Obuna va like esdan chiqmasin.